4-ci bab. Nomus va aqida. İzzat nafs yer sharini joyidan qo'zg'ashga qodir bo'lgan Arximid peshondir. E.C. Turgenev. Qadimdan tartib hozirgacha insonlarning turmushiga, engiga cho'nqur singib ketgan turmush odatlarini qaliblashtirgan, o'zlariga odamiylik tartib va talab qo'yishda ma'naviy yo'lanchiq bo'lgan an'anaviy milliy odatlarini va madaniyatini barliqqa keltirishda ma'naviy buloq bo'lgan, insonlarga odamiylikni va odamdek yashashni o'rgatgan bir qudratli ma'naviy kuch bor. U bo'lsa-mu aqida e'tiqoddir. Odam bir ma'noda aqida e'tiqodlik maxluq. Aqida e'tiqodsiz insoniyat jamiyatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Aqida e'tiqodsiz yashashning ma'nosi va mazmuni bo'lmaydi. Faqat hayvonlarda aqida e'tiqod bo'lmaydi. Bu ma'nodan olganda insonlardagi aqida e'tiqod ularni hayvonlardan ayrilib turadigan mohiyatlik belgining biri. Aqida e'tiqod haqida gap bo'lganda ko'plagan kishilarning engiga diniy e'tiqod keladi. Yo'q, biz bu yerda ko'z tutayotgan aqida e'tiqod diniy e'tiqoddan mazmuni keng va cho'nqur bo'lgan, kishilarga har qachon hamroh bo'lgan, kishilarni haqiqiy ishonchga, sadoqatga, vafodorlikqa, fidokorlikqa undaydigan umumiy yashash talabidan iborat. Nihoyat ro'shanki, har qanday bir odamda g'oya va maqsad bo'ladi. Agar unda g'oya va maqsad haqiqiy chin, pok, oliyjanob bo'ladigan bo'lsa, u umumiy xalqning g'oyaviy intilishlari bilan bir gavda hosil qiladi. Mana shu umumiy gavda ichida umumning g'oyasi uchun bo'lgan tirishchanlik va fidokorlikning o'zi amaliyotda aqidani hosil qiladi. Har qanday bir normal odamda vatan va xalq sevgisi bo'ladi. Vatan xalq uchun o'zini fido qilish ruhi bo'ladi. Mana bu aqidaning kuch-qudrati. Oddiysi do'stlik muhabbatimi aqidasiz mustahkam asosga ega bo'la olmaydi. Aqida e'tiqod ustiga qurilmagan do'stlik va muhabbat saxtalikdir. Qadimki ibtidoiy aqida bo'lsin, hozirgi zamonaviy e'tiqod bo'lsin, uning insonlarning turmushiga ko'rsatgan ta'sirini hargizmi tuvan mo'ljalashga bo'lmaydi. Hozirgacha har qanday bir nazariya, har qanday bir qonuniy tuzum, har qanday falsafaviy ta'limotlarmi insonlarning axloqiy turmushida aqida e'tiqodning o'rnini olgan emas. Chunki aqida e'tiqodning orqasida kishilarni yaxshilikqa da'vat qiladigan, yomonlikdan to'sadigan, rahimdillikka, ko'yinishga chaqiradigan, rahimsizlik va yovuzlikdan cheklaydigan, oliyjanoblikqa, fidokorlikqa undaydigan, razillik, nafsoniyatchilikka jang e'lon qiladigan, maxfiy va oshkor ishlarda hayo qilishga, nomusga ilhomlantirib, hayosizlik, nomussizlikdan kelib chiqadigan har qanday bir xiyonatkorlikning sodir bo'lishiga tizgin bo'lib turadigan g'oyib kuch bor. U kuch kishilarni angliqlikqa, tashabbuskorlikqa, aktivlikqa da'vat qilib turadi. Bundaq angliqlikni uyg'otishda aqidaning oldiga o'tadigan biror tuzilmaning borliqqa kelmaganligini hamma e'tirof qiladi. Odamda o'zidan nomus qilish tuyg'usi bo'lmasa, uni ta'lim-tarbiya bilan to'sib qilish mumkinmi? Doktor Muhammad Abdulla Daraz aqidaning rolini ta'kidlab bundoq degan: Jamiyat a'zolarining orasida hamkorlashish bo'lmasa, jamiyatning bejirimligi yo'q bo'ladi. Bundaq hamkorlashish ijtimoiy munosabatlarni radga solg'uvchi qonun bilan mukammallashadi. Bu qonunning hukmron bosh aparatlari bo'lishi, bu apparatlarning ko'ngillarida o'zidan va qonundan qo'rqish, qonundan chiqishni cheklash tuyg'usini yetildirish nihoyatda zarur. Zamin yuzida qonunning hurmatini qo'g'dash, jamiyatning inoq bo'lishi, tuzumning izchillashishi hamda jamiyat aro xotirjamlik va aqidalik omillarning izchillashishiga kafolat qilish jihatda aqida e'tiqodda yetarligidek biror kuchning yo'qligiga biz iqror. Buning siri shu yerdaki, inson o'zining ixtiyoriy harakatlari va ish o'rinlashtirishlarga ko'rgili, tutqili bo'lmaydigan, inson qanida, muskullarda yurmaydigan ideya va ongdan iborat faqat insonga xos bo'lgan ruhiy tushunchaning qo'mondonlik qildiganligi bilan boshqa hayvonlardan alohida farqlanib turdi. Halbuki bir turkum kishilar bu xil haqiqatni ostin ustin qilyapti. Ular inson engi va ideyasini jamiyatning moddiy va iqtisodiy turmushiga ta'sir ko'rsatkichi emas, balki ulardan ta'sir olg'uvchi narsalar deb qaradi. Biz yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek, ilm-fan va e'tiqoddan xoli madaniyatlarni ko'plab tarqatganda, aqida e'tiqodga tayanmaymi, jamiyatda intayin yaxshi axloqiy kayfiyatni barliqqa keltirish maqsadiga yetkili bo'ladi deb o'ylash to'g'ri yakun bo'lmay qoldi. Hozirgi realniy ahvol bizga shuni uqtirdiki, yolg'izla ilm-fanning kuchiga tayanibla yaxshi, angliq axloq o'rnatish mumkin emas ekan.
Vaholanki ilm-fan ikki bisliq qurolga o'xshash bo'lib, uni qurish, gullantirishga ishlatkili bo'lganidek, vayron qilish uchun ishlatkili bo'ladi. Ilm-fanning insoniyatning axloqiy safosiga bo'lgan rolini yaxshi joriy qildirish uchun axloqdan iborat nazoratchiga sal qarashga bo'lmaydi. Biroq axloq aqida e'tiqoddan ayrilib qoladi ekan, o'zining ko'rkamligini yo'qotib qo'yadi. Hayotiy kuchimi bo'lmaydi. Shundaqla qurol yaroqsiz askardek nazoratchilikning huddidan chiqa olmaydi. Shunga Germaniya faylasufi Pikta aqida e'tiqoddan ayrilgan axloqning roli bo'lmaydi degan. Hindistonning milliy dohisi Gandhimi e'tiqod bilan axloq bir-biridan ayrilolmaydi. Bu ikkisi ayrilmas bir butunlik. E'tiqod axloqning ruhi, axloq e'tiqodning havosi. Yana bir ibora bilan aytganda, e'tiqod axloqni oziqlantirib turdi. Xuddi suv ziroatni o'stirgandek degan. Haqiqatini aytganda, aqida e'tiqodning mustahkam bo'lishi yolg'izla axloqni yuksaltirishga chaqirish bilan qolmay, balki u axloqiy prinsiplarni changitadi, yo'nalishlarni belgilab beradi, axloqiy o'lchamlarni mustahkamlaydi. Yurish-turish, gap-so'z, hatto o'y-xayollargacha qo'mondonlik qilib, to'g'ri, halol, pok odam bo'lishga ishtirok qiladi. Aqida e'tiqoddan ayrilgan odamda faqat kishilardan, qonundan qo'rqish, ayminish bo'lgan bilan аңлы qalda o'zini o'zi tizginlash, o'zini o'zi kontrol qilish, o'ziga haqiqiy odamiylik o'lchamda talab qo'yish kuchi ojiz bo'ladi. Chunki aqida e'tiqod ustiga qurilgan yashash maqsadi bilan aqidasiz odamning g'oyasi faqat mushu zimindala nam-atoq, ustunlik qozonish, boshqalarni besib tushish, bu yo'lda vosita tanlamay har qanday razilliklarni qilishdan bosh tortmaslik. İnsan axloqining bejirim bo'lishiga eng cho'ng tahdid bo'ladigan har qanday kishilarni o'ziga, vijdoniga xiloflik qilishga, nomusini qayrib qo'yib, o'zi uchunla xotir munari tiklashga vasvasa qilib turadigan yana bir narsa bor. U bo'lsa-mu dunyo manfaatlari va uning izzat-qu havaslaridan iborat. Kishilik hayot uchun mol dunyo bo'lmasa-mu bo'lmaydi. Biroq mol dunyoga haddidan ortiq qul bo'lishmi odamni barliq gunohlik, nomussiz ishlarga so'rab kiradigan yomon izzat-qu bo'ladi. U oxirida barliq ofat va razilliklarning yildizi bo'lib qoladi. Kishilar mol dunyoni nafsini deb nomusini unutib qarindishiga xiyonat qilishdan hayo qilmaydi. Shu mol dunyoni deb o'g'li va dadasini o'ldirishdan yanmaydigan ifloslik darajasiga yetib boradi. Kishilarning omonatiga xiyonat qiladi, va'dasiga amal qilmaydi, to'xtamga xiloflik qiladi. Kishilarning haqqini yeyib olishdan nomus qilmaydi. Tarozida kam beribmi yuzi qizarmaydi. Er ayoliga, ayoli eriga xiyonat qilishdan hayo qilmaydi. O'ktamlik, mutahamlik, zolimlik, rahimsizlik qilishni jon beqishning vositasi qilib oladi. Mol dunyo va shaxsiy manfaatning qiziqtirishi bilan haqni so'zlaydigan tillari bo'g'iladi. Qarab turib, nohaq tarafga yon besishdan nomus qilmaydi. Insoniyat tarixida yuz bergan nurg'un fojialarning, qirg'inchiliklarning, aldamchiliklarning tegini surishtirganda mol dunyo havsi, kengaymachilik taqozosi bo'lmay, yana nima sabab bo'lmoqchidi? Chunki mol dunyo havsi va aqidasizlik balosi odamlarning insobiga qurut tushirdi. Boshqalarning manfaati ularning nomussizligi oldida hech nimaga arzimaydi. Qadimki Gretsiyaning ulug' tafakkuri Sokrat odam o'zining xo'jayini bo'lish kerakligi haqidagi talabida odam nafsining qul bo'lib qolmasdan, balki o'zini nafsining bo'yinturuqidan qutuldirishni ta'kidlagan. Sokrat Kristolobos bilan bo'lgan boyliqning nima ekanligi haqida bir qatimliq munozirasida Kristolobos Sokratdan ba'zi bilim nupuzlari ziyolilarda bilim bor. Biroq ular uning rolini joriy qildirishni xohlamaydi. Ularning bilimini boyliq deb qarashga bo'lamdi deb so'raganda Sokrat bunday javob berdi. Undaqda uni hargizmi boyliq hisoblag'ili bo'lmaydi. Boyliq degan cho'qim o'ziga va boshqalarga manfaat yetadigan narsa bo'lish kerak. Foydasiz narsani boyliq hisoblag'ili bo'lmaydi. Sokrat munozir jarayonida yana odamning xo'jayinlik huquqi bilan nafsoniyati o'rtasidagi munosabat ustida to'xtalib, odam o'zining nafsoniyati tarafidan kontrol qilinsa, u xo'jayin emas, balki quldir. Ba'zi odamlar yemak-ichmakning quli, ba'zi odamlar yasanishning quli, ba'zi odamlar pulning quli, ba'zi odamlar razil qari niyatining asiri bo'ladi. Bundaq nafsoniyatchi qari niyat bilan hamkorlashquchi ularning alqinidagi odamdir. U bo'lsa zolim podshoh, dushman, aldamchi, makkar xo'jayindir. Shunga qurolliq dushmaniga qarshi turgandek, bu zolim podshohga qarshi turib, huquqini tartib olib, o'zining xo'jayini bo'lishga ta'kidlagan. Faqat odam o'zining xo'jayini bo'lgandila, ondan nafsoniyatning kontrolligidan qutulib, haqiqiy bilim va farosatga ega bo'lg'ili bo'ladi. Amaliyotda bu bir odamning ulug' aqida e'tiqodining g'albisi bo'lib hisoblanadi. Chunki odamda haqiqiy o'zini qadrlash yangi bo'lish uchun uningda o'ziga qarata kuchli aqida hurmati bo'lish kerak-da. Shundala
insonlik shon sharafini qo'g'daydigan qudratli bir ma'naviy qurolga ega bo'la oladi. Biroq Sokrat ko'pincha bilim bilan aqlning rolini gavdalantirib, haqiqiy e'tiqodning roliga sal qaragandek turadi. Qadimdan tortib hozirgacha insoniyat izchil holda o'zini bilishga zo'r tirishchiliklarni qilishdi. Aslidan olganda inson eng ulug' va pok mavjudot. U yaratilishida ulug'liq va olijanoblik toji bilan yaratilgan bo'lsa-mu, lekin uningga yana bir kushanda nafs balasi soydakla hamra bo'lib, insonni har xil ko'ylarga soldi va hatto o'zining asl tabiatiga osiylik qildirdi. Shu sababli inson garchi farishtalardan va butun mavjudotlardanmi qadr qimmatda ustun bo'lsa-mu, u hargizmi yemay ichmaydigan farishta bo'la olishi mumkin emas edi. Shundaqdimi inson o'z tabiatidan ko'ra farishtalardan ulug' va qudratliki shu yerdeki, farishtalar hargizmi odam qilgan saxovatlik va xosiyatli ishlarni qila olmaydi. Har qanday bir shay'i o'ziga xos alohidaligi bilan qimmatlik. Ularning mavjudlik asosimi u shay'ining o'zi bo'la olganligida. Odammi odam bo'lganligi bilanla ulug' va qimmatlik. Agar odam odamiylik sifatini yo'qotdi ekan, uning bu dunyoda hech qanday qimmati va e'tibori bo'lmaydi. Odam shunga o'zining qadr-qimmatini saqlash uchun odamdek yashashi, buyuk aqida bilan yashashi kerak. Odamiylik tabiatini saqlash, odamiylik tabiatiga hurmat, sadoqat va cho'nqur aqida bo'lishi kerak. Agar odamiylik tabiatiga xiloflik qilinsa, odam emas, hayvondir. Balki hayvon uningdan yaxshiroqki, hayvon hargiz o'zining tabiatiga osiylik qilmaydi. Biroq o'z tabiatiga osiylik qilib, nafsining quliga aylangan odam insoniyatga ofat bo'ladi. Yusuf Hasajib insoniy tabiatning 3 asosiy va turkini suratlab, odamga bunday xarakteristika bergan edi. 148-beyt. Yaratdi va yuksatdi tanlab odam, berib ho'sh aql, fazil ilmni ham. Tilini chiqarib anga berdi dil, uyoq berdi yana go'zal xushfi'il. Bilim berdi, inson zo'raydi bu kun, aql berdi, shunga yeshildi tugun. İnsanның yuqorqi ulug'liq tabiatini tashkil topgan mohiyatlik 3 asosiy omil, uyat, ilm, ma'rifat, aql, farosat, inson tabiatini nurlantiradigan, bu dunyoga hukmronlik qilish huquqiga kafolat qiladigan, insonlik obrazini yuksaltiradigan markaziy 3 turukdir. Yuqorqi turukdan biri g'ulab tushadi ekan, qolganlarining puttirab to'ralishi mumkin bo'lmay qoladi. Hatto mavjud bo'lib turishning hojat qolmaydi. Bu yerdagi eng nozik turuk aql, farosat va ilm, ma'rifatdan ko'ra fazilat numus turikidir. Yusuf Hasajib tilga olgan numus turiki nihoyat muqaddas bo'lib, u aqida e'tiqod bilan nihoyat mustahkam yo'g'rilib ketgan bo'ladi. Chunki aqida e'tiqodsiz haqiqiy numusning bo'lishi mumkin emas. 6540-beyt. İchib mast yatgan erdek uyg'onganimda, sezib azg'animni Xudodan uyatdim. Mana bu aqida e'tiqodning kuchi. U o'zidan shundoq o'ylayotdi. İnsanның o'z ruhini paklashda va tartib berishda aqida e'tiqodning kuchiga yetadigan boshqa qudrat yo'q. Aqida e'tiqod hargizmi moddiy ma'ishat orzusini chetga qoqmaydi. Hayotni, turmushni yaxshi ko'rishmi inson tabiatining eng muhim bir qismi. Yana bir tarafdan aytganda, hayotini suyish biz tilga olayotgan aqida e'tiqodning yana bir muhim mazmunlaridan biri. Agar insonda bu xil hayotga bo'lgan kuchli taqozolik, hayotga bo'lgan sevgi tabiatida bo'lmaganda, bu zamin bundoq ovat bo'la olmaydi. Turmush darximi uncha rangdor chechaklamagan bo'ladi. Kishilar turli orzularni, yaxshi ko'rishni ne'mat qilib berganligi hargizmi hikmatga zid emas. Biroq nurg'un halokatli ishlarning yuz berishi kishilarning dunyo muhabbatiga haddidan ortiq g'arq bo'lib ketganligida. Kishilardagi aqida kuchi turmushning har bir halqalarida nihoyat zo'r rol o'ynaydi. Aqidadan mahrum bo'lgan kishilarda tushkunlik, umidsizlik, nafsoniyatchilik ig'irroq bo'ladi. 1990-yillarda Horizon degan bir avtor Junguliqlar adabiyotga muhtoj sarlavhalik maqola e'lon qilib, Junguliqlarning haddidan ortiq pulga dumchishi va chiriklishining avjirib ketishi aqida e'tiqodsizlikdan yuz berdi. Bir millatga nisbatan ilg'or bo'lgan bir aqida kuchi bo'lmasa bo'lmaydi. Ha deganda insonning ulug'ligini emas, balki pulning kuchi qudratini mubolag'lashtirib, madihlanganda numussizlik bo'ladi va numussizlikni paydo qiladi deb qaragan. Haqiqatan aqidalik kishilarning madaniylik darajasi garchi tuvanroq bo'lgan taqdirdami, aqida har qachon ularning fazilatiga ta'sir ko'rsatib turadi. Ular pokizlikni, odamgarchilikni, numusni hammadan ustun biladi. Bu ma'nodan qaraganda, aqida e'tiqodsiz bilimlik maxluqning fazilatidan aqidalik savodsizning fazilati ustun bo'ladi. Bu nuqtada mundaq bir misolni ko'rsatish mumkin. Fazilatlik aqidalik bir odam yana bir aqidalik fazilatlik odamdan qo'rov joy setib olgan ekan.
Qo'ro'jani sotib olg'uchi bu qo'ro'jaydan bir ko'za oltin tepibdi. U oltinni olib, qo'ro'jani sotquchiga qaytarib bermoqchi bo'lib kelibdi va "Men sendan zamin sotib olgan edim. Bu bir ko'za oltin chiqib qoldi. Oltinini qaytarib olgin" debdi. Bu chaqda sotquchi odam sotib olg'uchiga "Men sana zaminni sotdim. Uningdan chiqqan narsalarning hammasi sana mansubdir" debdi. Bu ikkilan oltinni bir-biriga ittirishib, oxiri bir haqqoniy kishining qashig'iga berib, bu da'voni ayirib hukm qilib berishni o'tinibdi. Hukm qilg'uchi odam "Ballariңlar barmi?" deb so'rabdi. "Bir o'g'lim bor" debdi biraylan. "Mening bir qizim bor" debdi yana biraylan. Hukm chiqarg'uchi ularga "O'g'il bilan qizni qo'shib qo'yinglar. Sizlarmi dunyolarni yo'lliq ishlatinglar, ham yaxshilik yo'llarga ishlatinglar" debdi. Mana bu insof, aqida e'tiqoddan chaqnagan fazilatning nuri emasmi? Demak, aqida e'tiqod bilan nomus qo'shkezak. E'tiqod nomusning eng yaxshi yordamchisi va nishon belgilguvchisi. Nomus e'tiqod parovozining relis va tizgini. E'tiqod bo'lmasa nomus bo'lmaydi va bo'lishning qimmati qolmaydi. Nomus bo'lmasa e'tiqodmi bo'lmaydi. Ham yiltisiz daraxtdek o'ng'ayli qurib qaqshal bo'ladi. Odam nimaga va kimga e'tiqod qilsin, aqida e'tiqod bilan yengilmas kuch-qudratning manbasi. Hayotning ma'nosi uningsiz bo'lmaydi. Shunga odam aqlliq, e'tiqodliq insonlardan bo'lish uchun tirishishi, o'zi to'g'ri deb qaragan aqida e'tiqoddan hargizmi yanmasligi kerak. Agar odam yumaloq tavuz bo'lsa, u nomussizlikdir. Mustahkam aqida e'tiqod turg'izilgan va nomus bilan uni g'uborsiz saqlay olgan jamiyat eng go'zal, istiqbolli jamiyat bo'ladi. Aqlsizlik va nomussizlik barliq kulfatlarning manbasi.